Assalomu alaykum hammaga, aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar, qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat. Menga telefonimga ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Sklerozlashgan panensefalit kasaliga uchramaslik uchun nimaga e'tibor berishimiz kerak deb ko'pchilik so'rayapti. Birinchi navbatda qizamiq virusiga qarshi emlatish kerak bo'ladi. Agar bolangiz qizamiq virusiga chalingan bo'lsa, boladan qon analizi olish kerak. Immunoglobulin G degan qon analizi olib, o'sha yerda bolani antitelasini tekshirish kerak. Buni kim qiladi va qayerda qiladi? Toshkent shahrida immunologiya markazi bor. Men oldingi videolarimni qo'yganman. Yandexda navigatorda Gulam va 74-uyni bossanglar, shu eshigini tagiga olib borib qo'yadi. Immunologiya markaziga kelasizlar, topshirasizlar, analiz olgandan keyin mana shu markazda ishlaydigan 9-xonada o'tiradigan Farhod aka ismli vrachga uchrashasizlar. Analizni ko'rib, bu odam bolalarga lecheniya qilish kerak yoki qilish kerak emas, nimalarga e'tibor berish kerakligini aytadilar. Endi sklerozlashgan panensefalit kasalligiga uchrayotgan bolalarning soni kundan kunga ko'payyapti. Nega ko'payyapti? Sababi 2024-yil, 23-yil, 22-yil, 21-yil juda ham katta hajmda qizamiq virusi bilan ko'pchilik bolalar kasallangan. Bolalar kasallangandan keyin tuzalgan aksariyat. Tuzalgandan keyin mahalliy poliklinikada, sog'liqni saqlash boshqarmalarida va boshqa klinikalarda ushbu qizamiq virusi tuzalgandan keyin nimalarga e'tibor berish kerak? Bolani shu virusdan to'laqonli qanaqa chiqazib olish kerakligi to'g'risida biron bir tadbir o'tkazilmagan. O'tkazilingan bo'lsa ham kishi ko'ziga qilingan. Aslida qizamiq virusidan tuzalgandan keyin ustavida yozib qo'yibdi, sessikida ham, boshqarmada ham. Nimalarga e'tibor berish kerak? Boladan qanaqa analiz olish kerak? Bolaga qanaqa preparat berish kerak? Immunitetini ko'tarish bo'yicha, bolani yeb ichishi bo'yicha hamma narsasi yozilgan. Lekin bu ishlar, bu tadbirlar amalga oshirilmagan. Shu sababdan o'tgan yillarda qizamiq virusi bilan kasallangan bolalarning soni ko'pligi, tibbiy tushuncha kamligi, xosatan qizamiq virusidan keyingi tibbiy tushuncha kamligi sababli bolaga muolaja qilinmagan va bola ma'lum bir sabablarga ko'ra ko'cha-kuyda, bog'chada, maktabda o'ynaganda yiqilib tushgan. 99% shunaqa. Bola yiqilgandan keyin ichidagi virus o'zini namoyon qilgan va miyaga o'tib ketgan. Miyada sudurga paydo bo'lgan, sklerozlashgan panensefalit kasalligiga uchrayotgan bolada kuzatiladigan holatlar kuzatilgan. Oxirgi stepeni bilan bola shifoxonaga kelyapti. Shifoxonaga kelgandan keyin doktorlar nima dori qilinish kerak, nazarchenalarini funksiyal olyapti, hamma narsani qilyapti, lekin juda ham kech. Sklerozlashgan panensefalit kasalligiga uchragandan keyin tuzatish juda ham qiyin. Mana shu narsani men aytmoqchiman. Juda ham qiyin. Ko'p mablag' ketadi, ko'p vaqt ketadi, ko'p dori-darmon, sa'y-harakat va bilim kerak buning uchun. Bizda O'zbekistonda davolash metodikasi Yevropa va jahon standarti bo'yicha olinyapti andaza. Lekin to'laqonli individual lecheniyani qilgandan keyin 100% tuzalib ketadi degan metodikasi yo'q hali. Bu metodika bo'lmagandan keyin ota-onaga doktorlar e'tibor beryapti. Ya'ni bolangiz nobud bo'ladi, bolangiz o'ladi degandan keyin ota-onada vahima paydo bo'lyapti. Vahimaga tushyapti. Vasvasaga tushyapti, bolam o'lib qolar ekan va bolasi o'lib ham qolyapti. Shuni oldini olish uchun men chiqib aytayotibman. Birinchi navbatda qizamiq vaksinasiga bolangizni emlating. Ikkinchisi, qizamiqqa uchragan bo'lsa, immunologiyaga olib boring. Bolalar tibbiyot milliy markaziga olib boring, vrachlarga ko'rsating deb aytibman. Endi kechidagi har xil klinikalarda chiqayotgan doktorlarga aldanib qolmanglar. Bolangizni sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang. Rahmat katta.